5 daqiqada yetib boramiz. Pokiston, Islomobod. Xush kelibsiz, janob. Buyurganingizda yetib borardim. Bu rasmiy tashrif emas, o'ta maxfiy. Shunga shaxsan o'zim keldim. O'zi nima bo'ldi, janob? Janob, bemorning ahvoli yomonlashdi. Yuring, janob. Xo'jayin, qamoqxonada xavfsizlikni kuchaytirishyapti. Nega? Eshitishimcha, mast ma'murni olib kelishyapti. Hayotimda ko'p jinoyatlarni ko'rganman. Lekin bu safar bunaqa shafqatsiz odamni birinchi marta ko'rib turibman. Jinoyatchilarni politsiyadan qo'rqishini ko'rganman. Ammo tarixda birinchi marta politsiyaning jinoyatchidan qo'rqayotganini ko'ryapmiz. Kim u? Nega u bu yerda? Nima uchun hammasini o'ldirdi? So'rashganda bilmayman. Hech narsa esimda yo'q deb javob beradi. Rostdan ham hech narsani eslay olmayaptimi yoki o'zini shunday tutyaptimi? Buni aniqlamagunimcha u menga trik kerak.